Asiyadagi birinchi nomorliq bokschi kim? Boykami, Kangnami, Salman deb jumaydigansizlar. Bugun biz Qozog'istondan chiqqan Asiyadagi birinchi nomorliq boks apandisi Gilovkin bilan tanishib chiqdik. U hozirgi musobaqa o'ynamaydi. Gilovkin ayni chaqda boks sahnasida so'rab yurganda siz deha kichikdingiz. Bu bolani tuniydiganlar yurakdan birini besib yiqinglar qani. Gilovkin laqami JJJ. Uning dadisi Ukrainalik, apsi Chavshan millatida. O'zi Qozoq. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Bularni deyishmayli bo'pti. Gilovkin IBO WBA'ningki 160 qadaq o'tir ig'riq darajasiniki dunyo kasbiy boks shoyi. Bu egizligi 1.77 m keladi. Osiyodagi birinchi nomorliq bokschi deb nom bor. Uningki oila oq ko'rinishi hammamizga o'xshash odatga oila tug'ilgan. Ayni chaqda dadisi ko'mirkan ishchi bo'lib, keyin bir ximiya sanoati zavodida ishlagan. Onasi shu chaqda ximiya tajribaxonasidagi yordamchisi. Ular shu orqali tanishgan. Keyin 1982-yili 4-oyninki 8-kuni Gilovkin hozirgi Qozog'iston tavasida tug'ilgan. Gilovkinninki mijozi muloyim, kamtar. Bu bir qarashdan bu so'qishdigan odamga ziyod o'xshamaydi. Lekin musobaqa kelganda odatdan tashqari vahshiy, xili mana degan mayirlarni men nim bo'ldim degizdi. U 2006-yili kasbiy boks sahasiga kirgan. 2008-yili bir yil ichida 4 mayirli musobaqa o'ynab, hammasini yenggan. Hozirgacha jami 41 maydon musobaqa o'ynagan. 36 maydon g'alaba qilib, 5 maydon yengilib qolgan. Shunday bo'lsa-mu kasbiy sahada xil bir no'ch natija deyishki bo'ldi. 2014-yili WBA'ningki darajadan tashqari va WBC'ningki o'tkinchi boks shoyi bo'lgan. Hayotininki shalliq davrida Gilovkin Alvarezga o'tirib qo'ygan. Bu natija odamning ko'nglini haqiqatan yerim qildi. Mayligo bir qatim yengilib qolganda hech nima bo'lmaydi deb yurgan mazgilda ikkinchi qatimliq musobaqa tushmoqchi bo'lgan. Trenerlar yaxshi plan tuzib, tayyorlikni puxta qilib, Alvarezni mag'lub qilmoqchi bo'lgan. Lekin bu uyda tuzgan plan bozorga to'g'ri kelmay qoldi. Gilovkin yana o'tirib qo'ydi. Matam 3 matam deb tikandab, o'tirg'iniga tanbamagan Gilovkin 3-qatim tuzuk muzuk tutishmoqchi bo'ldi. Her no'ch polvonlarni bo'ysundirib, bir mahal boks sahnasida chaqnagan bu bola oxiri Alvarezning o'tkildan o'tamay qoldi. Mayli bu boks deganda yengish bo'lib turdi. Lekin u unda o'ylamaydi ekan. Shuning bilan Gilovkin jannatchig'ida o'ziniki trenerini joyida ishdan bo'shatgan. Shuningdek keyin Gilovkin boks sahnasida qaytib ko'rinmadi. Kasbidan chekinib, trenerlik va tantarbiya komitetining raislik ishlari bilan shug'ullanyotdi. Uningdan boshqa ishlarni hozircha bilib bilmadim. Meni qo'shib olsangiz, danglik cho'lponlarningki hayron qarorlik ishlarini pat-pat yo'llab turma, sizmi pat-pat ko'rib tursiz. Meni qo'shib olaman.